Bitim haqida qo'rqmaysizlarmi? Sen aralashma. Oğlum bak lan. Nima chizib turibsiz dedi? Amikeyni uyi. Ha, Unda reja bor. ne diyecek? Olib qo'ymoqchi. Mana shuni men aytaman deb turuvdim. Lekin o'lganiga ham 5-6 yil bo'ldi. Nechamim ham shart ketib parti qoldi. Ana ikkita qizi bo'lsa, ertaga erga tegib ketsa, ana kuyovni o'y egallab oladimi? O'yda faqat sizni haqqingiz bor. Shuning uchun harakat qilyaptim o'g'il. O'lish kerak. Sen kelajagingni o'ylabdim. Zo'r o'ylabsiz dedi. Yo'l betkay, Zo'r-ku. magazin, Ha. dorixona. Yana-chi bog'cha qilsak ham bo'ladi. Hozir xususiy bog'chalar ko'payib, bog'cha. Lekin zo'r bo'ladi. Shuni o'ylabdim ha. Mana uni hamchi o'shaga o'ylatib qo'ysa, O'shangacha kelajagingni o'ylabdim o'g'lim. He dada, aka, nima qilganinglar bu? Bu amikim uylari bo'lsa, sizga omonat qilib topshirib ketganlar-ku. Bitim haqida qo'rqmaysizlarmi? Sen aralashma. Masala kelajagingni o'ylab qilibdim shu ish. seni nimaga ham aqling yetadi, dedomni o'zlari biladi. Sen tur yo'qol bor chiqay. Bor chiqib tur, kattalashiga aralashma. Aytgancha, Botirga ham xabari bormi bundan? Botirim hujjatni tekstga jo'natib yuborganman. Siz o yomonsiz dedi lekin. Assalomu alaykum dada. Yangilikni zo'ri bor. Yangilikni zo'ri propiskani tekshirdim. Propiskada kinoyma, ana ikkita qizi ham yo'q ekan. O, zo'r-ku. O'ylamizam bir xil. Boshqa variant ham yo'q. Bu bizniki ekan-ku.